Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli meni aziz obunachilarim. Biz hozir Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridamiz. Videoni faqat oxirigacha ko'ring, o'tkazmasdan. Bu murojaatimiz bir bemor qizchani masalasida kelganmiz. Qizim necha yoshda? Hozir 7 yoshda. 3 yoshida kasal bo'lgan. Toshkent oqqon deb tashxis qo'yib, noto'g'ri tashxis bilan ximiya olganda, o'sha ximiyaning natijasida miyadagi to'qimalar yig'ilib qolar ekan. Bunday katta bo'lib turadigan narsa kichrayib ketgan. O'shaning hisobiga birinchi sudraga berdi, keyin epilepsiya bo'ldi. O'shani hozir Hindistonga bir marta olib borib keldim. Anasi yo'q bo'ldi, qoldi epilepsiyalari. Kuniga 15 marta yiqilib tushardi bu. 15 martagacha chiqdi-da epilepsiyasi. Hozir endi mana shu holatda 2 yildan beri avtomatik gapirishdan qoldi. Hozir gapirmayapti. Yo'q, umuman gapirmayapti. Rasa zo'r, bemalol katta odamlardek gaplashadigan bola umuman 2 yildan beri gapirmayapti. Aql hushi joyida-yu, lekin baribir bor nevrologik gapirmaydi, keyin injiqlik qiladi, ko'chaga chiqsa o'tirib oladi, yurmaydi, mana shunaqa holatda. Hozir Hindistonga olib borib nima operatsiya qilinadi? Yo'q, buni operatsiya qilinmaydi, nevrologik davolanyapmiz. Bir kursini olib keldik, qoldi xudoga shukr yiqilishlari, lekin hali gapirgan yo'q-da. O'shanga yana biz qayta ko'rikka borishimiz kerak buni. Hindistonga? Ha, Hindistonga. O'zi 1-dekabrda bo'lishimiz kerak edi. Pul yo'q bo'lganini hisobiga olib bora olmadim. Oldingisida 60 million kredit oldim. Endi ishlamagandan keyin kasal bola bilan chiqa olmayapman. Kamga ishdan bo'shatib tashladi yoqda. Targ'ib tashladim. Siz Xovos tuman tibbiyot birlashmasida ishlagansiz. Nima sababdan chiqarib? O'rindosh bo'lib kirganman. Keyin o'rindosh bo'lib kirganim hisobiga u chiqqandan keyin meni o'zlari menga senga ogohlantirish xati jo'natdik deb avtomatik ishdan bo'shatib tashlagan, lekin haligacha ogohlantirish xati kelgan yo'q. Siz hamshira bo'lib ishlagansiz? Bu qizimizning ismi nima? Shodiya. Shodiyaxon. Shodiya o'tir qizim. Hozir 7 yoshda, mayli yotaversinmi? 7 yoshdamiz. Shahadeb endi kredit olishga sharoit to'lash kerak ertamini. Erta mana yanvardan 3 millionga chiqadi kreditim. Hozirgi endi 1.200 million to'layapman. Ertaga 3 millionga chiqadi. O'zim yolg'izman bo'lsam, buni anasi bor, lichinasi bor, ikkita akasi bor buni. Maktabdanmi? Farzandingiz 3 tami? Ular maktabda. Bu ham Sirdaryodagi 71-maktabga chiqadi. Sharoit bo'lmagani uchun bir haftada 2 marta zo'r olib kelaman. Chunki ham ko'tarishga kuchim yetmay qolganda ko'tara olmayman. O'zi oldingidan mustaqil yurmaydi-da. Noto'g'ri tashxis hisobidan shunday bo'lganda. Noto'g'ri tashxis, u nimaga Hindistonni so'radim. Umuman oqqon bo'lmagan dedi. Hozir hammasini tekshirib ko'rdi. Unda nimaga ular unday tashxis qo'ygan desam, qon 40 ga tushib ketganda, shuni hisobiga keyin bizni Toshkentda живой tekshiradi. Hindistonda polniy narkoz bilan tekshirar ekan. Bizni O'zbekistonda o'zim kirganman, tekshirayotganda 2 kishi bosib turadi. Katta shpritsda o'mirtqadan suyuqlik oladi buni. U 3 yosh bola, tasavvur qiling, katta odam qo'rqadi vaqtiki unaqa narsa. 3 yosh bolaga u umuman qo'rqib ketganda, tem bo'li injilib rosa anaqa bo'lib qoldi. Qoni 40 ga tushib ketganda buni. Gripp bo'laverdi. Men Shanxayda davlatda o'rganman, kuchli antibiotik yozavergan. Uni farosatga yetmay olavergan bo'lganman. Hurmatli meni kuzatuvchi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, obunachilarim, mana yurtdoshlarim, uzoq yo'lda musofirda yurgan yurtdoshlarim, mana ko'ryapsizlar sharoitni. Bu singlimizni bitta o'zi 3 farzand bilan yolg'iz ona, mana kichkina qizlari shuncha bemor, Hindistonga olib borish kerak, davolatish kerak. O'zlari Xovos tumani tibbiyot birlashmasida hamshira bo'lib ishlagan, hozirgi kunda ishdan bo'shatib yuborgan. O'rindosh hisobida ishga kirgan ekan.
Shu dekretdagi xodima kelgani sabab bu yoqda hozir ishdan bo'shatgan. Sharoit og'ir. Iltimos sizlardan mana shu qizcha uchun yordamlaringni ayamaysizlar degan umiddamiz. Mana o'zlarini kartalarini hozir ekranga qo'yib qo'yamiz. Telefon raqamlarini qo'yamiz. Aloqaga chiqib bemalol gaplashishlaring mumkin. Mana shu qizchaga qo'ldan kelgancha yordam qilaylik yurtdoshlar. Bu mana shu savob yo'lida Alloh uchun mana shu qizchamiz oyoqqa turib bir yurib ketsa, mana shu savobi hammamizga tegardi. Hozirgi kunda bilasizlar, oson emas. Bitta bemorga qarash. Masalan, oddiy uyda ham farzandimiz gripp bo'lib qolsa ham biz qiynalamiz. Shunga ham qancha rasxod bo'ladi, sarsongarchilik bo'ladi, boshqa u yoqqa olib borasiz, bu yoqqa olib borasiz. Bu qizingizniki ancha seryozni. 4 yil bo'lyapti, 4 yildan beri. 4 yildan beri shu ahvol. Kurashib kelyapti 4 yildan beri. Oson emas. Yurtdoshlar, qo'llaringizdan kelgancha mana shu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, hech bo'lmaganda shu videoni tarqatib beringlar. Iltimos mana shu qizcha uchun. Xos tuman tibbiyot birlashmasi glavrachi iltimos qilamiz, shu qizimizga qandaydir yo'llaringiz bo'lsa, qonuniy shu qizimizni ishga olishingizni. Hozirgi kunda bu oilaviy sharoiti juda og'ir ekan, mana yolg'iz ona ekan. Buni ishdan bo'shatib olib, endi hozir ancha qiynalib qolyapti. Shuni bir ishga olish nimasini ko'rib chiqsangiz, iltimos sizdan. O'sha grippni orqasidan oxiri mana shunaqa anaga kelib qoldi-da, qoni 40 ga tushib ketar ekan. Antibiotik olaverganda qon tushib ketadi-ku, endi tushib ketadi qon. Umuman hech narsa yemay qo'ydi-da. Shuni hisobiga keyin Toshkentga olib borganimizda birinchi Gulistonga olib bordik. Qon quydi, bir kechada qorin shunaqa dahshatli ishib ketdi. Rosa ishib ketdi. Toshkentga boringlar dedi. O'sha kuni bordik, tekshirib sirasi oqqonni jo'natib yubordi. O'zi tepaga olib chiqib ketdi. Keyin 2 yil ximiya berdi-da. 2 yil ximiya oldi. O'zi ximiyani 1 yil olib boshlaganda sudurga berib boshladi unda. 6 oy, 8 oy, 15 kun, 1 oy shunaqa oraliklarda beraverdi-da. Mana o'tgan mana shu 25-yilda yanvarida epilepsiyaga o'tib ketdi. Bir kunda shunaqa mana hozir yurib turgan joyda u videolarni tashlab beraman sizga. Yurib turgan joyda shunday kalla qimirlarda gursillab yiqilardi bo'ldi. Oyoq qo'lanim mol qo'ylar so'yitgan qanaqa tipirchilar, o'shanaqa tipirchilardi-da. Keyin vaqtiga kelib o'zi 5 minut bo'ladimi, tarqab ketardi, yana turib yurib ketardi. Ehson berish uchun boy bo'lish kerak emas. Mana shuni tushuncha juda ko'pchilik adashtiradi. Inshaalloh men ham boy bo'lib ketsam ehson qilaman, ehson qilguvchi boylardan qilsin deyshadi. Juda ko'p aytiladigan gapda. Voy baraka topkurlar, ehson qilish uchun boy bo'lish kerak emas. Ehson qilish uchun xohish bo'lish kerak. 10 ming so'm ham ehson. Fazilatli bir hadisda u mavvokum bis sadaqa deganlar. Kasal bo'lib qolsangiz, o'zingizni yoki kasallaringizni sadaqa bilan tuzatinglar degan. Sadaqa qilishlik bilan dardingizga shifo oqtaring degan. Umuman sizda qanaqa dard bor? Sizda qanaqa qaysi dard? Sahr qiynayaptimi sizni? Sizni davlingni qiynayaptimi? Girija qiynayaptimi? Qaysi dard sizda bo'lishidan qat'iy nazar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom marhamatlari kasalligingizni sadaqa berish orqali tuzatinglar degan. Faqirlarni holidan xabar olib, "Ey Xudo, shu dardimga shifo berding", tuzalasiz. Yetimni bir oziq-ovqatni qilib berib, yoki bir bevani to'g'ri ma'noda bir xarajatni qilib berib, miskin qiynalganlarga yaxshilik qiling, sadaqa bering va ayniqsa mana shu juma kun. Ayniqsa mana shu kun, juma kunida Xudo uchun ehson, xayr, saxovat qiling. Alloh qabul qiladi va dardingizga inshaalloh Xudo shifo beradi.